O'zbekistonda ilk bor Mortal Meister DT20 nalivnoy pol va tarkat sepish uchun mo'ljallangan uskuna. Obuna bo'lishni unutmanglar. Biz o'z obzori boshladik. Uskunamiz birinchi navbatda salarkada ishlaydi. Motori Kubota 35.9 kilovatli 4 silindrli. Albatta radiator bilan ham jihozlangan. Radiatorimiz водяное охлаждение antifriz. Uskunamiz yordamida mikserda kelgan tayyor qorishmani shnek va shnek korpus orqali 60 metr balandlikka 120 metr uzoqligiga bemalol olib chiqsangiz bo'ladi. Uskunamizning podachi bunkeri 220 litrli vibroplashatka va vibrator bilan ham jihozlangan. Uskunamizning ishlash prinsipi juda ham oddiy, рабочий panellari ham sodda ishlangan. Uskunamiz maxsus farqli bilan jihozlangan. Bemalol uskunani mashina tortib yursangiz bo'ladi. Og'irligi 925 kg. Videoni boshlatganimda bu uskunamiz yordamida tarkat ham sepsangiz bo'ladi. Faqat tarkat sepish uchun bunga alohida kompressor olishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari uskunamiz pulti ham bor. Ya'ni buni 300 metr oraliqdan, ya'ni 300 metr masofadan bemalol distansionni boshqarsangiz bo'ladi. Uskunamizning standart komplektatsiyasida mana karcherni pistoleti ham bor. Pistoletni bu yoqqa qo'lab, ish tugagandan keyin bemalol yuvib tozalab qo'yishingiz uchun mo'ljallangan. Uskunamizning рабочий давленияsi 20 bar va soatiga o'rtacha 18 kubgacha rastvorni bemalol olib chiqsangiz bo'ladi. Uskunamiz haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Agarda sizlarga ham shunaqa uskunalar qiziq bo'lsa, biz sizlarni showroomimizda kutib qolamiz. Quyidagi raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar.